Assalomu alaykum yana bir bor. Mana betonimizni oldin bunaqa saqich bilan salarkani eritishib, betonga surtib chiqishdi. Undan keyin bunaqa bitel qilib surtishdi. Keyin universal izol degan narsani bunaqa yopishtirib chiqar ekan. Yopishtirishib, keyin undan keyin bunaqa klyankani orqasidan qo'yishib chiqar ekan. Mana shu gidroizolyatsiya degan. Mana shu usta yigitlar shuni qilishib beryapti. Shuni zakazlar bo'lsa aytaverasizlar, biz ham urgan oldik, o'zimiz ham qilib beraveramiz endi. Mana nihoyatda chiroyli bo'lib, zakni o'tkazdirmay chiroyli turar ekan. Metr ko'rsatib qo'ying. Mana bunaqa fundamentlar orasiga tegiz saqich quyib, orqasidan bunaqa klyankani yopishtirib chiqardi ekan. Mana bundoq qilib. Bundan keyin mana bu klyankani biz askarlar nima qilinglar? Yopishtiraylik biz ham. Bundan keyin mana bunaqa yopishtirib chiqilar ekan. Bundan keyin mana tuproqni tashlab yuboruvlar. Mana bitta tuprog'imiz uyim turibdi mana. U qaynagan nimani kuyib chiqadi mana ustolar. Saqich bilan salarkan aralashtirib yoqib, mana shunday qorishma tayyorlashar ekan. Mana ustalarni sir sinoatlari mana shunday ekan, polni mana. Qaynayapti mana. Bog'lar ham polni bo'ldi. Bu yerda zinamiz bo'ladi. Zinamizni ham bitgan holatini qo'yamiz keyin.